4 yoshdan 13 yoshgacha farzandlari bor bo'lgan ota-onalar diqqatiga. Bolangizda stress bormi yoki yo'qmi, buni aniqlashda bir necha yo'li bor. Agar sizni farzandingiz tirnoqlarini tishlayotgan bo'lsa va bu beixtiyoriy tarzda doimiyga aylanib borayotgan bo'lsa va bundan tashqari kechasi tushida baqirib yig'lab borayotgan bo'lsa va tagini ho'l qilib qo'yayotgan bo'lsa, diqqat qilinglar, tushida baqirib yig'lab borayotgan bolalarda demak kuchli qo'rquv bor. Keyin sal narsaga ham qo'rqib ketayotgan bo'lsa, oddiy gapga ham yig'lab borayotgan bo'lsa, biror narsani hisobini so'raganingizda u shunchaki sizga hech narsa deya olmasdan yig'lab borayotgan bo'lsa va bundan tashqari siz unga odatiydan balandroq gapirganingizda u shunchaki qotib qolayotgan bo'lsa, shunda ko'zingizga qaraylik, hech narsa demaydi, o'zini oqlamaydi ham, boshqa ham qilmaydi-da, qotib qoladi. Shunaqa holat kuzatilayotgan bo'lsa, demak bolangizda ichki stress ketyapti. Ichki stress kim tomonidan bo'layotganini aniqlashni bir necha yo'llari bor. Buni keyingi videoda aytib o'taman. Hozir Telegram kanalga obuna bo'lishni unutmang. Telegram kanal silkasi tepada bor. Nima uchun Telegram kanalga obuna bo'lishingiz kerak? Chunki Telegram kanalimizni yangitdan ochdik va unda 1000 taga yetganimizda men sizlarga farzandlar haqida, ularni stressdan chiqarishlik yo'llari haqida bafirja aytib beraman, ya'ni seminar o'tib beraman. Bu seminar mutlaqo bepul bo'ladi. Siz bu seminarda bepul qatnashish imkoniga ega bo'lasiz agar hozir Telegram kanalga o'tib obuna bo'lib olsangiz. Va bundan tashqari Telegram kanalda juda ham bepul darsliklar berib boriladi. Kanalimiz yangi va siz bizni birinchi obunachilarimizdan bo'lasiz.